Kat yo'l qo'yaman deb video ko'raverib zerikkanlar endi mana navbatdagi dastlabkamiz Buxoroga ketyapti. Farg'ona viloyati Uchko'prik tumani Qo'qon bozoridan 4 kilometr uzoqlikda manzilimiz. Shu yerdan Buxoroga o'zimiz dastlabki qilib beryapmiz. 22 kilovatli Nijniy Garena kat yo'limiz. Bu polavtomat kat yo'llar sarasiga kiradi. Ishlashi, qulayligi juda qulay bo'ladi. Videoni oxirigacha ko'ring. Kat yo'lda narxi va qulayliklarini hozir sizlarga tushuntirib beraman. Qulayliklari bitta zapravka bilan bemalol 8 soatdan 20 soatgacha yoqishingiz mumkin bo'ladi va yondan richaklarini qimirlatganingizda kulini o'zi to'kadi bemalol, keyin utplyonniy bo'ladi, ekonom bo'ladi. Shu sizga anchagina qulay bo'ladi. Agar siz ham uyingiz 150 kvadratdan 220 kvadratgacha bo'lsa, bemalol shu kat yo'ldan xarid qilishingiz mumkin. Uyingizni zo'r qilib isitib beradi va kechqurun bitta zapravka bilan ertalabgacha yonib bergandan keyin ertalab yana bitta zapravka qo'yasiz, ustiga o'chirmasdan, kat yo'lda qayta yoqmasdan turib, shuni ustiga zapravka qo'yasiz, yana bemalol kechgacha yonib beraveradi. Kimga shunaqa sifatli, qulay, garantiyali kat yo'llar kerak bo'lsa, Chaqmoq Ekonomik kat yo'l jamoasiga yana bizga murojaat qilaverasizlar. Videoga like bosib, bizga obuna bo'lib qo'yinglar. Keyingi kat yo'l haqidagi foydali ma'lumotlarni doimo kuzatib borasiz. Kat yo'limizda asl narxi 9,5 million so'm bo'ladi. So'mda, dollarda emas. So'mda 9,5 million so'm bo'ladi. Garantiyalari hamma yo'g'i ichida, yetkazilishi bilan ichida bo'ladi. Hozir Ramazon aksiyasida $50 skidka qilib beryapmiz. Faqat Ramazon oyi uchun. Ko'proq odam foydalanib qolyapti. Sizlar ham foydalanib qo'yinglar. Agar kat yo'l o'rnatmoqchi bo'lsangiz yoki kat yo'l o'rnatmoqchi bo'lgan tanishlarga videoni jo'natib, pastdagi havola orqali bizga aloqaga chiqaverasizlar.